Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bizda Apple State do'konimizda YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta assortimentlarimiz kelgan. Hozirgi 10-martga holatga bitta narxlar bilan tanishib chiqamiz. Narxlar yana ham tushgan. O'tgan safar sal qimmat degan negativlar yog'ilibdi, lekin hech qachon sifatli narsa arzon bo'lmaydi. Qo'ldan olingan bilan chetdan kelganda telefonda albatta narxda farq bo'ladi. Chunki bu 15 Pro'miz, mana 15 Pro'ni qiyos qilamiz. Idealniy sostanar yo'mkislar baland holatda masalan chetdan kelgan bojxona to'lovlar qilingan 650 dan kam chiqmaydi. Agar qo'ldan olsak $550, $600 mana shunaqa 15 Pro'lar sotyapmiz. Masalan qilib aytdim. Xudo xolasa birma-bir mana X dan boshlab barcha telefonlarda Redmi, Honor, Samsung boshqa turdagi telefonlarda ham narxini aytib boramiz qo'ldan kelgancha. Inshaalloh ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. O'rnashib o'tirib olinglar. Narxlarni birma-bir tanishtirib chiqaman. Xudo xolasa hammamiz uchun manfaatli bo'ladi. Boshladik bo'lmasa. Xo'p, XS dan boshlaymiz har doimgidek. XS'imizning narxi qo'ldan olinsa $120 dan $150 gacha holati xotirasiga qarab chiqadi. XR'larimizga keladigan bo'lsak, XR'larimiz $150, $180. Hozir chetdan kelgani, qo'ldan olingani 130, 150 atrofida sotilyapti. Mana shunaqa tiniq holatdagilar 190 gacha ham boradi xotirasiga qarab, yo'mkisiga qarab. Korobkali ikkita mekasi ro'yxatda o'tgan. XS Max'larimizga keladigan bo'lsak, 150 dan $200 gacha qo'ldan olingani, chetdan kelgan bo'lsa 200, $220 gacha sotilyapti. Shunaqa ideal sanada. Xo'p, 12 minilarga kelsak, 12 mini $130 dan $160 gacha qo'ldan olingan. Agar chetdan kelgan bo'lsa $200 gacha boradi. 13 minilarimizga keladigan bo'lsak, hop $250 qo'ldan olingan, $230, $200 ga ham sotdik. Hop bu chetdan kelgani bo'ladigan bo'lsa 250 dan $300, $310 gacha boradi. Qo'ldan kelgancha mana shu bor narxlarni halol qilib aytayapman. Bu uncha-munchasiga bas bunaqa narxlar aytish, ya'ni maqtanish emas. Borini aytish kerak, chunki mana o'tgangi videomizda ham qimmat deganlar ham bo'libdi, lekin borini aytamiz. Biz hech qanaqangi bu yerda arzon etib chaqirib olish bizning niyatimizda yo'q. Xo'p, 11 Max'larga keladigan bo'lsak, qo'ldan olingan bo'lsa $200, $250, chetdan kelgan bo'lsa $250, $300 gacha boradi. Narxlari qaytib qoldi 11 Max'larda ham. Xo'p, 11 Pro'larga keladigan bo'lsak, 11 Pro'larimiz narxi qo'ldan olingan bo'lsa 180 dan $230 gacha, chetdan kelgan bo'lsa 230 dan $280 gacha boradi. Sababi 256 talik ikkita mekasi o'tgan korobkali bo'lsa $280 gacha boradi. Xo'p, 11 Pro 11larga keladigan bo'lsak, iPhone 11larimiz qo'ldan olingani $100 dan $180 gacha. Chunki $100 dan ham sotyapmiz-da, qo'ldan olingan bo'lsa shunaqa sotilyapti. 180 gacha, chetdan kelgan bo'lsa 180 dan $230 gacha boradi. Mana shunaqa korobkali O'zbekistonda ishlamaganlari idealniy sostanada. iPhone 12larimiz qo'ldan olingan bo'lsa, chetdan qo'ldan olingan ko'p qo'shyapman, chunki qo'ldan juda ham ko'p atlashina bo'ladi. Bu yerda olamiz, sotib yoramiz, ko'pchilikka hali mana shunaqa idealniy sostanada 12larimiz shunaqa tiniq holatdagilar $250-270 chiqadi. Korobkali ikkita mekasi o'tgan mana shunaqa kabellari bilan. iPhone 13larimizga kelibmiz, ha. iPhone 13larimiz anaqa ikkita sim kartali O'zbekistonda ishlamagan, bojxona to'lovlar qilinganlar 340, 370, 360. O'rta narx 350 sotilyapti. Xo'p, endi 13 Pro'larimizga o'tamiz. Yo, 12 Pro'ni aytaylik, 12 Pro. iPhone 12 Pro'larimiz qo'ldan olingan bo'lsa 250 dan $320 gacha, chetdan kelgan bo'lsa 320 dan 360 gacha boradi. Ikkita mekasi o'tgan, shu xotiralari 256 talik bo'ladi. Xo'p, 12 Max'imiz bor. 12 Max'imiz qo'ldan olingan bo'lsa 280, 350 gacha, chetdan kelgan bo'lsa 350, 400 gacha sotilyapti. Eng patolog narxini tirab aytyapman, sababi xotirasi bor bu yerda, yo'mkisi bor. Shu baland bo'lsa, baribir narxlari ham shunga qarab chiqadi. Xo'p, endi 13 Pro'larimizga yetib keldik. iPhone 13 Pro'larimiz juda ham ko'p xaridor, juda ham ko'p sotiladigan telefonimiz. Xo'p, bu narxi keladigan bo'lsa, qo'ldan olsak $350, $400. Chetdan kelgan bo'lsa 400, 460 gacha boradi. Juda ham ko'p sotiladigan telefonimiz, assortimenti zo'r kelgan. 13 Pro Max'larimiz 400, 470 gacha qo'ldan olingan bo'lsa, chetdan kelgan bo'lsa 13 Pro Max'larimiz 450, o'rta narx $500. 128 talik, 256 talik, 512 talik, 1 terabaytlar, 570 gacha ham boradi 1 terabaytlar. O'rtacha narx o'sha $500, $530 13 Pro Max'lar. Xullas.
Xo'p, bundan keyin 14 Pro'lariga aytaman. 14 Pro'lar qo'ldan olingan bo'lsa 450 500, chetdan kelgan bo'lsa 500 550 gacha sotyapmiz. Xo'p, 14 Pro Max'larga keladigan bo'lsak, mana masalan qo'ldan olingan $570, chetdan kelgan bo'lsa $650 gacha boradi. Xotirasi, yo'mkisi balandlar bo'ladi. Albatta o'sha boshqana to'lovlari qimmatroq chiqadi. 14 Max shuning hisobiga narxlar baland chiqadi. Biz qo'ldan olib uspet qilmaymiz, chunki bizda masalan sotuv ko'p bo'lganligi uchun qo'ldan olib uspet qilmaymiz-da. Kimdirga arzon ketib qoladi, o'sha omadi bo'ladi. Hali chetdan kelgan bari sifati yaxshi bo'ladi, sifatli bo'ladi. Garantiyali bo'ladi. Chetdagi baribir o'sha kam ishlangan bo'ladi. Xo'p, endi 15 Pro'larga keldik, 15 Pro'larimiz o'rta narx $600-650. O'sha xotirasi, yo'mkisi balandlari 650 dan 700 gacha boradi. Masalan, 256 talik 100 yo'mkisi bo'lsa $700 gacha boradi masalanda. Patolog narx. Xo'p, 15 Max'larga keladigan bo'lsak, 15 Max'larimiz 650 dan $720 gacha qo'ldan olingani, chetdan kelgani $720-800 gacha boradi. Masalan, xotirasi, yo'mkisi balandlari bo'lsa 800-830 gacha, ya'ni 512 talik bo'lib qolishi mumkin, 1 terabayt bo'lib qolishi mumkin. Xotirasiga qarab narxlar o'zgaradi. Xo'p, bu yoqda S25 Ultralarimiz ham bor ekan, Samsung ozgina qo'shilib qolibdi. Xo'p, bular narxi 800-900. O'rta rabochiy narxi, o'rta narx $850, 512 talik bo'lsa $900. O'rta narx shunaqa. Yangi ishlamagani $1050 S25 Ultramiz. S24 Ultramiz 600-650. Juda ham endi qimmat bo'lib kelsa 700 gacha boradi. Narxlar tushdi. Bugun 10-mart holatiga ancha narxlar o'zgargan. Mana shu yangi kelgan tovarlardan ancha o'zgarish bo'lgan. Hurmatli obunachilarimiz, Note 20 Ultra hali ham trendda, idealniy sostaviyadagilardan bor. Bexijolat zakaz qilishlari mumkin. Bular narxi 250-300. O'rta narx shunaqa. S20 Ultralarimiz $200-260. Shunaqa tiniq holatdagilardan bor. S21 Ultralarimiz $250 dan $320 gacha. S22 Ultralarimiz 350 dan 440-450 gacha ham boradi. Shunaqa O'zbekistonda ishlamaganlari. S23 Ultralarimizga keladigan bo'lsak, o'rta narx $450-530 atrofida chiqadi. Xullas, hurmatli obunachilarimiz, mana bu yerda hamyonbop arzonchi modellarimiz Redmi, Honor, Samsung arzonchi modellarimizdan assortimentda olib kelganmiz. Yangisi, rabochisi hammasidan bor. Bexijolat zakaz qilishingiz mumkin. Xo'p, boshlaylik bu yerda. Joyini almashtiramiz. Mana shunaqa Note 11larimiz $1.100.000 atrofida chiqadi. Zo'r holatda, idealniy sostaviyada. Xo'p, mana bunaqa Infinix 50 Pro'lar bor. $150 dan $200 gacha rabochisi, yangisi $250 gacha boradi. Xo'p, Note 10s 800 ming, 1 million. Redmi Note 10s hali ham trendda. 13 Pro Pluslarimiz, Redmi 13 Pro Pluslarimiz mana shunaqa avvalni zo'r chiqqan telefon. Bular narxi $150, $220 gacha chiqadi. Mana bunaqa A15 Samsung A15larimiz ilovalar ko'p yuklasalar ham, xotirasini to'ldirsalar ham qotmaydigan telefon. Zo'r ishlaydi, hali ham bor trendda. Bular narxi $100, $130 gacha boradi narxi. Bular rabochiy narxlarini aytyapman. 56 ga keladigan bo'lsak, eng hadovoy telefonlarimizdan rabochiylari $250 dan $300 gacha, yangilari 128 taligi $350, 256 taligi $390 gacha boradi. Rabochiysi juda ham hamyonbop, assortiment, katta assortimentda kelgan. Bu yerda ko'p qo'ymaganmiz, pastda ko'pi. Xo'p, bu yoqda Xiaomi 14 talardan kelgan mana. Juda ko'pchilik so'rov bo'lgan, bulardan ham kelgan. Bular narxi $250, $320 gacha chiqadi. Note 14 Pro $150, $200. Xo'p, Honor 8C bular o'rta narxi $150, $130. Poco X7 Pro bular narxi $200, buni chetdan olganmiz. Abodoylarda ozmoz bor, shuning hisobiga narxlardan o'tib beramiz, lekin holati oldi orqasi tiniq, shu abodoydan ozmoz chaqa-chuqasi bor. Redmi 13 Pro bular narxi $130, $160. Buni aytdik. 12 Pro'lar juda ham hali ham trendda, juda ham sotuv bo'yicha rekord qo'ygan. 12 Pro bilan 11 Pro shu Redmi'ni bular rekord qo'ygan sotuv bo'yicha. Bular narxi $100 dan $140 gacha boradi. Note 13, Redmi Note 13 bular narxi $100, $140. Zeriktirib qo'ymayapmanmi? Endi kimdir shu telefonlar narxini bilish uchun shu YouTube kanalimizga a'zo bo'lib olsalar, masalan, yotgan joylarda narxni bexijolat halol qilib aytyapman. Shular narxlar haqiqat shu mart holatiga. Xo'p, Honor 9C'lar $200-250 rabochiysi. Yangisidan hozircha yo'q.
Redmi 14 Pro Plus. Bular narxi 250 dan 280 dollargacha. 200 qo'ldan hali arzonroq olsak, masalan 220 dan deylik, 220 dan 280 dollargacha boradi. A5larimiz 800 ming so'm. Redmi A5 arzonchi. Redmi 15C lar. Bular 100 dollar, rabochiylari 1 million 100 dollar sotilyapti. Yangisi 130 dollar. Redmi Note 14. Xo'p, rabochiylari 120 dollardan 140 dollargacha, yangisi 128 talik 170 dollar, 256 talik 190 dollar. Honor 9Z rabochiylari 250 300 gacha boradi. Endi korobkadan ochib qo'yilganlari hali 12 operativ bo'lsa 300 gacha boradi. Yangisi 128 256 talik 8 ga 256 talik 340 dollar, 12 ga 256 taligi 360 dollar. Optim narxda. Xo'p. 14C'miz 800 ming 1 million 1 million 200 gacha ham boradi. A55larimiz juda ham tiniq holatda 170 dollardan 230 dollargacha boradi. S21 F'miz shunaqa tiniq holatdagilari 170 dan 220 dollargacha boradi. Hurmatli obunachilarimiz, juda ham ko'p assortimentimiz ko'pligidan vaqtimiz ham chegaralangan. Hozir bu yerda hadoy S modellarimizni ham tanishtirib chiqaman narxlarini. S21larimiz 150 dan 220 dollargacha boradi. Endi holatiga qarab chiqadi narxi. Xo'p, S22larimiz juda ham ko'p so'rashadi-da. S21, S22 yazaldan hadoy telefon. 200 dollardan 280, 270 dollar. O'rta narx 250 dollar sotyapmiz S22 ni. S23larimiz S23larimizdan hadoy 300-360 dollargacha sotyapmiz. S24larimiz 400 dan 480 dollargacha chiqadi. O'shanaqa idealniy sostaniyada Vietnam versiya 256 talik bo'lsa 480 dollargacha boradi. O'rta narxi 450 dollar. Hop, S25larimizga keladigan bo'lsak, o'rta narxi 550 dollar, 620 dollargacha boradi. Xotirasi 256 talik. Holatlari yangi holatda bo'lsa, lekin buni yangisi hali ham 700 dollardan past emas, 700 dollar 750 gacha boradi. 256 talik bo'lsa 750, 128 talik bo'lsa 700 dollar yangisi. S25. Xullas o'rtoqlar, tanishtirib chiqdik. Mana shuncha telefonimiz qo'ldan kelgancha mehnat qilyapmiz. Shu mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar. Biz tez-tez mana shunaqa narxlarda aytib boramiz. Hammasi halol ketyapti inshaalloh. Sizlarni uzoqlaringda yaqin qilish maqsadida aytib o'tilyapti. Ko'pchilik narx so'raydi-da. Bizga yozadi, 90% narx so'raydi. Shuning uchun erinmasdan mana shuncha telefonlar narxini aytib boryapmiz. Shu mehnatimizga bitta like bosib bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring albatta videolarimiz sizlarga yetib boradi. Kelaverasizlar, hammalaringni Apple 3 do'konimizda kutamiz.